Hayotimiz bo'lib ketdi alg'ov-dalg'ov. Bozorlarda halollik yo'q, Mana eshitamiz. O'zbekiston aholisi haloyiq. Mana bu naqangi odam inson bo'lsa, davlatda xalq yashaydi-da. Xalq yashaydi maza qilib. O'sha davlat rivojlanadi. Har tomonlama rivojlanadi, yaxshi yashaydi. Aks holda mana ko'ryapsizlar nima bo'lganini. Xitoy kirib kelib boshqa bo'lib davlatlashib ketadi. Allohim shu prezidentimizga, uni quloqdilariga Xudo Alloh insof bersin. Insof bersin. Mana shu Umar roziyallohu anhudan o'rin olsinlar. Je bo'lmaganda undan birini o'zlashtirsinlar. O'shani hayot yaxshi bo'ladi. Undan birini qilsalar, hozir zo'r bo'lardi, xudo xolasa. Shavkat Miromonovich mana shu Umar roziyallohu anhuni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni hayotlarini bir o'rganib chiqing-da. Keyin shunga qarab harakat qiling, moslashtirishga, xudo xolasa Alloh o'zi qo'llaydi. Alloh qo'llaydi. Jabomga Umar roziyallohu anhu davridagi holatda olib bora olasiz. Hozir nima desam ekan? Siz va sizga o'xshagan prezidentligi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tayyor chaynab soqib qo'ygan hayot berib ketganlar. Yutib olish qo'ygan. Yutib olsangiz, o'shanda oxiratingiz obod bo'ladi. Aks holda oxiratingiz ketadi. Dunyoz ketib qolasiz. To'g'ri do'zax, jahannam. Bu degani sizni eng og'ir turdagi strogi zona deydi, qaysi nimada? Одиночный zona deydimi, kamera deydimi? O'shanda og'ir jazoga uchrab qolish ehtimoli bor. Chunki siz hukumatni, xalqni boshqarayotgan nima deydi? Cho'ponsiz. Hamma kaltaga sizni bo'yingizga sinadi. Yo'qda. Shuning uchun o'ylab ish qiling. Oxiratingiz kuyib ketmasdan eski-husiz yig'ib oling-da, Shavkat Miromonovich. Yaxshi eski-husiz yig'ib oling-da. Xalqqa erkinlik bering, Xitoyni yo'q qiling. O'sha nimaki Alloh buyurgan ishlar bormi? Harakat qiling, iloji boricha bajarishga. Hamma narsa sizning qo'lingizda. Siz nima qilsangiz o'sha bo'ladi. Nima qilsangiz o'sha bo'ladi-ku, to'g'rimi? Shuning uchun oxiratingizda o'ylang. Shu ishni amalga oshiring. Hayotingizni o'zgartiring tubdan. Aks holda xalq juvormay qilib o'zingiz ketasiz. O'sha eng og'ir turdagi zonadagi qamoq jazosidagi oxirat Allohning zonasiga. Allohning zonasi birinchi o'rinda qabrda boshlanadi azobi. Qolganiga jahannamda davom etadi. Men sizga achinganimdan gapiryapman. Shavkat Miromonovich, oxiratingizni o'ylang. Bu dunyo 5 kunlik dunyo, o'tadi ketadi. Evaziga xalq qaqshatganingiz qoladi. Shuning uchun esingizga oling-da. O'sha Allohning o'sha buyrug'i ishi bo'yicha harakat qiling. Eng zo'ri 1-sinfdan 10-sinfgacha o'sha islom dinidan dars qo'ying. Maktablarda. Chunki u madrasa nimalarda oliy imom nimalarda xalq hamma narsa olib kira olmaydi. Olib kirganda ham sig'maydi. Imkoniyat, sharoit ham yo'q. Shuning uchun maktabdan beravering islom dinidan darslik. Ana domlalarni, o'sha o'qituvchilarni va nechta o'sha nimalarni bitirib chiqayotgan bolalar bor, o'qituvchilar.
mana o'shalarni tekshirgan holda, nazorat qilgan holda, ya'ni nazorat qanaqa? O'sha islom dinidan chiqib ketmagan holatdagi berilgan dars holatda olib borishga zamin qilib bering, sharoit qilib bering va nazoratga oling. Ana o'shanda hayot yaxshi bo'ladi, oxiratingiz obod bo'ladi. Jannatda rohat farog'atda yashaysiz. Bu rohatingiz holva bo'lib qoladi jannat tushsangiz. Bu yashayotgan hayotingiz bor-ku, Shavkat Miromonovich. Hozir o'zicha kayf qilib mazza yashayolmayapsiz-ku. Jannatdan qabrga lazzatini tasavvur qilsangiz bor-ku, tasavvur qilsangiz. Hozir ko'rib qo'yasiz, mabodo-da, xushingizdan ketib qolasiz. Mana lazzat bu yoqda ekan deysiz. Shuning uchun harakat qiling, maslahatlarga amal qiling. Xudo xolsa hammasi yaxshi bo'ladi.